Kim meni kennayamga, ya'ni akamni xotiniga meni akamni dushmani deb tanishtirib qo'ygan. Men tushunmayman. Akam borligida hammasi akam yo'q bo'lsa itdan behurmat ko'radi. Akam borligida Feruzjon, akam yo'q bo'lsa Baqalajon, u akam borligida ovqatlar ham bo'lachi, akam yo'q bo'ldi, mana shu molga yem bergan deb tushunyapsizlarmi? Va kennaya bu sizlarni to'ylar tashkil topish uchunchi eng ko'p harakatni bilasizmi kim qilgan? Men qilganman, akam emas. Men chakana g'isht tashib yuborganmanmi ko'chadan uyga? Ha? Rossiyada o'g'rislardan ko'p yurganman, bilasizmi shuni? Siz yo'q, siz o'zingizcha akam borligini qilasiz. Keyin xolodilnikda 7 ta pomidori bor edi, hammasini yeb qo'ysam bunisi demayman. Siz akam bilan urushib qolsangiz, ajralib ketmasligingiz uchun eng ko'p harakatni men qilaman, chirib ketmaslik uchun. Bilasizmi shuni? Yo'q, bilmaydim. Akam ham, siz ham, to'g'risi, oila bilan meni g'ashimga tegishdingda. Akam ham zuhum o'tkazgan paytida. Senlarda bola ham bo'ladi-yu, meni jiyanim bo'ladi, ishonish, meni o'zimni jiyanim bo'ladi.